Assalomu alaykum o'rtoqlar, Level Avto'ning YouTube kanaliga xush kelibsizlar o'rtoqlar. Bugun obzorimizda Xitoy Toyotasi video bo'yicha Defenderga o'xshab ketadi GAC S7. Mashinamiz gibrid hisoblanadi o'rtoqlar. Bitta ko'rinishiga e'tibor beringlar. Mashinamiz juda ham derskiy. Mana bu LED faralariga e'tibor bersanglar, juda ham kачественно ishlangan. Mana bu ko'zlariga отдельно bitta like qo'yib qo'yish esingizdan chiqmasin. O'rtoqlar, mashinamiz parallelniy gibrid hisoblanadi. 1,5 litrli turbinli motor, 36 kilovatli batareya bilan jihozlangan. O'rtoqlar, mashinamiz to'liq zaryadda plus to'liq polniy bakda 1100 km yurib berish imkoniyatiga ega. O'rtoqlar, menga mashina juda ham yoqdi. Hozirgi kunda bu mashinamizning primoy konkurenti Li 6 Max hisoblanadi, lekin Li 6 Maxdan ustunli taraflarini aytib ketaman, kelinglar. Birinchi o'rinda Li 6 Maxda yo'q narsa bu mashinamizda bor, ya'ni eshik prisoskasi. Hozirgi kundagi bu narxdagi mashinalarda ko'pchiligida yo'q. Mashinamizda 20 disklar bilan jihozlangan, takji Michelin ballonlarda. O'rtoqlar, mashinamizni haydab ko'rdim, juda ham yumshoq hisoblanadi. Podveskamizga keladigan bo'lsa, juda ham yumshoq podveskada, oldi McPherson, orqasida nagrichajniy podveska turadi. Salonimizga keladigan bo'lsa, o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin. Koja bilan обшить qilingan, zam koja degan bo'ladi, lekin kачествоsi juda ham yaxshi. Mashinamizning akustikasiga keladigan bo'lsak, hop, juda ham yaxshi chiqaryapti. Prinsipi bu mashinaning narxiga keladigan bo'lsak, 42 ming dollar atrofida turadi, lekin o'zini narx segmentida juda ham ko'p narsalar beriladi. Tepamizda alkantara bilan обшить qilingan, mashinamizda to'liqlicha panorama oynada. Hop, udobstvolarga keladigan bo'lsak, head-up display 50 wattli bo'tda беспроводный zaryadka turibdi. Mashinamizda ikkita oldi sideniyada obduv, obogrev, massaj va orqa sideniyada ham obogrev bilan obduv bor. Hop, orqa saloniga o'tamiz o'rtoqlar. Menga bu mashinaning yoqqan tarafi nima bo'ldi? Ya'ni uzoq yo'lga ketadigan bo'lsanglar, mashinamizning spinkasi yotadi и bemalol uzoq yo'lda ketsanglar bo'ladi. A также o'ng tarafdagi sideniyada bizda atamanka для ног bor. Hop, в принципе qaranglar o'rtoqlar. Men masalan oldida o'tirdim, bo'yim 180 и hozir orqada o'tirman. Bitta kulak joy bor. Bu degani bo'yi uzun insonlarga ham bemalol to'g'ri keladi. Bemalol mazza qilib ketishingiz mumkin uzoq yo'lga. Mashinamiz o'rtoqlar, o'zi GAC brendi Xitoy Toyota hisoblanadi. Nega desanglar, bu mashinalar GAC S7, GAC Aion S Max ushbu mashinalar millionlik deyiladi, ya'ni million kilometrgacha hech qanaqasi problemasi chiqmaydi. Xitoyda aslan o'rtacha segmentda ko'pchilik ushbu mashinani xarid qiladi. Mashinamizni mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bemalol obduv, obogrev upravlять qilsanglar bo'ladi. Orqada даже konsol bor. И также oldi sideniyani ham orqadan turib regulovka qilsanglar bo'ladi. Mashinamizning orqa tarafiga kelamiz o'rtoqlar. Mashinamizning затемненный faralar bilan endi bu zavoddan shunaqa chiqadi, hech qanaqa tuning emas. E'tibor bersanglar, qatlaridir Zikr 9X ga o'xshab ketadi. В принципе, orqadan ham juda chiroyli ko'rinadi. Bagajnikka keladigan bo'lsak, в принципе, bagajda anchagina joy yetarli. Komplektida mashinamizning o'zini 7 kilovatli home charger hisoblanadi. Home chargerlar bor. И ko'rishingiz mumkin, bu yerda domkratlari и znaklari bilan o'zi zavoddan keladi. Endi o'rtoqlar, bu mashina kimga ko'proq to'g'ri keladi? В основном oilali insonlarga yoki da shu uzoq yo'lga ketish yaxshi ko'radigan insonlarga juda ham zo'r mashina, ya'ni mashinamiz gibrid bo'lganlik hisobiga uzoq yo'lda ham to'xtab qolmaysizlar, bemalol. Agarda zaryadkalar o'chib qoladigan bo'lsa ham, mashina 150 km zaryadkada yurib beradi. Bu degani shahar ichida yurishingiz mumkin zaryadkani o'zida. Agar zaryadkalar tugaydigan bo'lsa ham, mashinamiz parallelniy bo'lganlik hisobiga o'zi benzin bo'ladigan bo'lsa, o'zidan o'zi zaryad olib, и дальше yana elektrotягada yuraversanglar bo'ladi. Xo'p, hozir kundagi ushbu mashinamizning konkurenti Li 6 Max deb aytdik o'rtoqlar. Li 6 Maxda podveskasi ancha jo'skiyroq bunga qaraganda. A bu yerda уже anchagina udobniy, yumshoq podveska bilan jihozlangan.
O'rtoqlar, mashinamizni intelligent sistemasiga keladigan bo'lsak, mashinamizni 11 ta kamera bilan jihozlangan и дальше ADAS sistemasi bor, ya'ni Smart Drive funksiyasida mashinamizda juda ham aqlli, o'zi ketaveradi. Agarda pоворотник yoqadigan bo'lsanglar, o'zi avtomatik polsalarni alishtiradi. Bu narsani head-upda ham ko'rib ketsanglar bo'ladi. Mashinamizni juda ham aqlli aytib o'tgandagi juda ham ishonchli mashina hisoblanadi. Agarda sizlarga ushbu mashina qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizning avtosalonga tashrif buyurib test drive qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mashinamizda любой tur asosida chiqadi и garantiyada bilan qilib beramiz. Agarda sizlarga shu mashina kerak bo'lsa, ushbu raqamlarga murojaat qilinglar yoki-da avtosalonimizga tashrif buyuringlar. To'g'ri, obzorimizni anaqa cho'zib o'tirmadik, sizlarga maksimalni tushunarli qilib, tezda obzor ko'rsatib berdik. Agarda sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Like, podpiska tashlab qo'yinglar. Xudo xolisa keyingi videolarimizda boshqa mashinalarni ham olib chiqib, obzor qilib ko'rsatib beramiz.